shu ko'cha 3 metr kelgan. Manbaga yetishayt. Achchati. Mana shu yerdan 3 metr mana shu shoxdan ko'cha ketgan. Mana shu yoqqa. Mana shu xandaqlardan ketgan shoxdan. Endi biz zaminni bilib bo'lmaydi. Unikida tevadagi zamin endi stoylikka xandaq qoldi uncha. Shunday ko'cha ketgan, o'sha qarab boshqa zamin ustiga sari. Birini stoylikka xandaq qoldi. Shunday son shu 3 metr ko'cha mana shu xandaqdan buriladi. Shaqara. Damdagi xandaqqa rost bo'ladi. Mana shuni shaq taqriban vashidikka vaqshli sho'rdan chilib kelgan. Bag'i shoxni ko'rasiz, chilib kelgan. Xo'p. Bashidan beri baqsin, hachatlar ham xel past. Xo'p, berdan ham ko'ra sim o'sta ko'pas. Bet. Xo'p. Mana shu ko'chada ishko'llar o'ynashadigan joy budikka. Shakil. Ben zavloklarga pasyan juda dağıtımını kirliğine kumdaki tarafı dağıtımını kirli yassı kimse tam bilmedi. Mana shu ko'chasida ketgan. Voqea binogan zamin bo'ladi. Ko'chada qasman bedam muncha burilgan. 3 metr joy bog'liga. Bog'li ta'kidida o'zimizlardan edi, qomlardan ekan. Xo'p, tom yo'ldan cho'psa. Mana shu zamin bo'lgan. Ichiga meniki shu. Shakil vaqt keyinroq bo'lar, ro'zbor tom ko'rsatmaydi mana. Fazosi zot. Hamstarda ham maydon past maydon bo'ladi ya. Devasizlar bilan olinadi to'paq. Xo'p, maydon shu hamstarda olti bo'ladi. Xo'p, to'g'risidan barobar. Shakil. Xo'p. Ana bu yerda bor.